Hurmatli bolajonlar, qadrli ota-onalar. Biz Yevropa davlatlarida, ya'ni Germaniya, Polsha va Fransiyada taqdimotlar o'tkazdik va har bir taqdimotning oxirida xayriya auksionni o'tkazdik. Bular hammasi mana bu adyollar, hammasi bu balanskilar. Sovg'alar topshiriladi. Ochinglar. Pampersi. Mana sizlarga. To'ylarga xudo xolisa taklif qilinglar. Mana boshlovchi sizlarga bepul. Tayyor. Sog'lom bo'linglar va albatta o'zingizlarning ustingizda hamisha ishlanglar. Sog' bo'shang, omon bo'shang. Keling mehribonim. Keling. Rahmat. Keling. Yo'shagan katta odam. Undan ham zo'r bo'lsin. Xo'p bo'ladi. Yaxshi kuningizda bilan qaytaring. Rahmat. Ilohi amin. Xudo xolisa mana shunaqa joylar kasal bo'lmaganligi sababli tez orada yopilib ketsin. Amin. Allohu akbar. Omonmisiz? Yana siz o'sha telefon bo'yicha keldim. Qanday yaxshi, rahmat. Kampaniyasimni boshlab kelibsiz. Qaniylar? Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Kelinglar bo'ldi. Assalomu alaykum. Yaxshimiz. Bosh quyuqqa degan edingiz, qo'shiq quyuqqa olib keldim. Qanday yaxshi. Topshirdim. Mana uni hozir qo'liga beryapman. Bolaga o'zingiz berasiz. Ishga ketyotgandim. Rahmat. Rahmat sizga. Men at-adoyani kuzatib turaman. Omadingiz tilayman. Rahmat. Xayr ishlaringiz uchun katta rahmat. Minnatdorman. Assalomu alaykum. Qayerdalar? Yo'qmi? Opajonim, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Omonmisiz? Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum. Ko'rib turganimdan xursandman. O'tiring, opajon, o'tiring. Yaxshi keldinglarmi? Alloh. Rahmat kelganingiz uchun. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Men sizni 11 yil oldin ko'rganman. Kitob olib keldik. Qanday yaxshi. Kitob juda ham kerak bizga. Sizni maqtandim hammasiga. Aha. Men shu bilan sizni topishga harakat qildim. Rahmat. Katta rahmat. Katta so'yinchi olishga haqligi ayol. Albatta. Qabul. Sizga birinchi kitobimdan bergan edim, to'g'rimi? Birinchi kitob, katta kitob bergan edim, to'g'rimi? Kichkinasimi? Navoiy kutubxonasida Bu yil, ha, to'ppa-to'g'ri. 6-yanvarda edi-da. Aha. O'sha kuni nima bo'ldi? Taqdimot bo'ldi. Aha. Oxirida chiqdi, axir bo'lmadi. Bo'ldi, ha, esladim. Studentlarning orasidan. Aha. Ular qo'limda shubam, sumka. Qo'lingizga anaqa berganman, Ali. Abdulla Qodiriy haqida bitta kitob berdim. Kitobda, esimda. Rahmat, esladim. Rahmat. Rahmat kelganingiz uchun juda minnatdorman. Rahmat. Mana bunaqa jamoaga. Aha. Qaysi jamoaga? Bizgami? Yo'q. Bu tigi jamoaga. Ha, jamoaga, ishlaydigan jamoaga. Ha, o'zingiz yozganmisiz? O kitobxon Domlajonova, qaynona ham onaga. Yaxshi. Juda ham dolzarbmisiz? Otadagi o'g'limizga. Ha, bu mengami? Uchalasi ham meni kitobim. Qanday yaxshi, rahmat. Men uchun katta sharaf. Mana bu yoqqa bering-da, Akrom akaning oldiga boring va 3 ta kitob olib keling. Juda ham tez faqat. Rahmat. Ha, bu sizmi? Qanday yaxshi. Rahmat. Mana shu kitob demak 3 tasi menga, buni men jamoaga berib qo'yaman. Katta rahmat, men minnatdorman. Mana bu diskni ana qilasiz, 3 tasi. Xo'p bo'ladi. Kitoblar bilan siz yonlarida bo'lib turing. Berayotgan paytda yonlarida bo'lib o'sha kitobni bular nomidan birgalikda topshirasizlar, maylimi? Endi menga ruxsat, yugurmasam bo'lmaydi? Salomat. Rahmat, ko'rishib xursand bo'ldim. Sizdan chiqmasin o'sha ish. Xo'p bo'ladi. Juda keraklik. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Salomat. Rahmat. Sog' bo'linglar. O'tirib turing. Biz hozir boshlashimiz bilan chaqiramiz. Rahmat. Shoir, alayhissalom. Yaxshimisiz? Boshladinglarmi? Yo'q. O'ktamxon opa, sizga ham kichkina sovg'amiz bor. Mana shu sizga mendan kichkina sovg'amiz bor. Sizga. Bu ham sizga jub bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat. Sharak bilan assalomu alaykum. Как вы? Я рад вас видеть. Да? Удовольствие получает и при этом лечится. Это Как же хорошо. такое оборудование. Конечно. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Shifo bersin. Rahmat. Assalomu alaykum. Xudo shifo bersin. Это заведующий отделением Assalomu alaykum. алфавитного. Очень приятно. Здесь вот у нас дети без родителей. Assalomu alaykum. Ты уже получила или
Нет, мы ждем. А, вы только будете? Это вот одна из этих ванночек, да? O'tgan oyi Kaliforniyadagi vatandoshimiz Grisha ismli bizga yordam bergandi. Ularga bir og'iz iltimos qilgandim. Mana shunday gidromassajli vannochka bu yerga juda ham zarur edi va Grishaga shu fursatdan foydalanib rahmat deb qo'ymoqchiman o'zimizni vatandoshimiz Grigoriy Mirzayev. Как работает эта ванночка? Шер Она Октябрьевна. очень проста в употреблении. Здесь всего несколько режимов. Мы разработали методики у себя, при каком диагнозе, какие режимы должны включаться, сколько минут, какая температура и так далее. И вот уже дети начали получать эти То есть, процедуры. во-первых, это Очень удовольствие хорошо ребенку они себя чувствуют. и лечение плюс. Да, потому Чем что они помогает эта получают ванночка? удовольствие, они расслабляются, тонус мышц снижается, увеличивается объем движений в суставах. Насильственные движения слез, они уходят. А если, например, тонус наоборот снижен, то наоборот укрепляются мышцы, улучшается сила мышц и так далее. Спасибо. Ребенку интересно, здесь, видите, подсветки идут разные, огоньки, они меняются. И где-то 10, от 10 до 15 минут процедуры. Спасибо. В зависимости от диагноза. Hurmatli obunachilarim, agarda siz ham aynan serebral falajga duchor bo'lgan bolajonlarga yordam bermoqchi bo'lsangiz, mana shunday gidromassajli vannochkalarni siz ham olib bering. Birinchidan ularga bu juda ham shifo, ikkinchidan ko'rib turganingizdek mazza qilib shu yerda ular suzib berishibdi. Старое здание, вот видите, соединяли все. Assalomu alaykum. Здесь вот отделение дети-подростки. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bolajonim yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar? Shifo bersin. Здравствуйте. Так, отделение, Мария. Очень приятно, это Бек. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshimisiz, Первый bolajon? день, что ли, она? Да, да. Первый dень. Сложно. Ikkinchi vannochkani ham boshqa yurtdoshimiz Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qiladi. Aynan o'shalar olib berishgandi. Mana demak bu vannochkadan bolajonlar bemalol foydalanishmoqda. Ходите, Ладно, не надо, не заставляйте ее. Сколько людей она будет. Uzcard kompaniyasi yaqinda bolajonlar uchun mana shunday o'yingohni qurib berishibdi. Rahmat ularga. Xursandman. Omonmisiz? Sog'lik yaxshimi? Salomat bo'ling. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Omonmisiz? Tinchmisiz? Sog'lik yaxshimi? Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Opajon yaxshimisiz? Уважаемый Атабек, уважаемая Адыба Мирсаидовна, уважаемые гости, коллеги, сегодня у нас в больнице проходит акция. Атабека Махкамова, я думаю, все знают, это известный телеведущий, блогер и меценат. Он еще является автором книги, проводил презентацию книги в Европе. И наши соотечественники в Европе, они отозвались оказать помощь нашей больнице, скинули деньги, и на эти деньги вот приобретено все, что вы видите, приобретено оборудование, необходимое для больницы, и приобретены все гигиенические средства и так далее, лекарственные препараты, для того, чтобы мы могли справляться сами с лечением и реабилитацией детей с тяжелыми заболеваниями. Слово вам, Атабек. Спасибо. Hurmatli bolajonlar, qadrli ota-onalar. 16 yil oldin bizni ham oilamizda shunaqa bir qo'rqinchli vaziyat bo'lgan. Shundan keyin men mana shunday demak xayriya ishlar bilan shug'ullanishni boshlagandim, chunki rahmatli oyim o'tib ketganlar juda qo'rqinchli kasal natijasida 49 yoshda, men 23 yoshda edim. Va meni eng katta xatoyim shundan iboratki, xayriya ishlar bilan men o'sha paytda shug'ullanishni boshlaganim, bundan oldin emas. Shuning uchun nima uchun men vatandoshlarimiz tomonidan, o'zim tomonidan bo'lgan yordamni shu yerga olib kelib sizlarga aynan topshiryapmanki, qolganlarga ham ibrat bo'lish kerak. Va shuni ham bilinglarki, davlat ham yordam beryapti.
albatta yordam beryapti. Lekin ba'zida bu yordam yetarli emas. Shuning uchun bizga o'xshagan oddiy fuqarolar birlashgan holda sizlarga yordam berishga hamisha harakat qilamiz. Biz Yevropa davlatlarida, ya'ni Germaniya, Polsha va Fransiyada taqdimotlar o'tkazdik va har bir taqdimotning oxirida demak xayriya auksionni o'tkazdik. Vatandoshlarimiz o'zlari xohlab sizlarga mana shunday gidromassajni vannochka, mana bu ikkita gidromassajni vannochkani sizlarga Fransiyadagi vatandoshlarimiz taqdim etishdi va ular tomonidan yana sizlarga 6 ta kravat ham bugun o'zida beriladi. O'shalarga katta rahmat. Germaniyadagi vatandoshlarimiz ham sizlarga 2 ta vanna taqdim etadi. Qolaversa, eng asosiysi shu raktabni aytib o'tdilar. Bose apparati kerak ekan sizlarga. Sal qimmatroq ekan, $4,500, lekin bu Bose apparat ham bugun sizlarda. Va Polshadagi vatandoshlarimiz tomonidan taqdim etilayotgan ham gidromassajni vannochkalar, qolaversa dori-darmonlar, ular ham hammasi sizlarga. Bu yerda mana obunachilarim ham ishtirok etishdi va sizlarga kerakli bo'lgan mana shunday pamperslar, avtomat parashok, nimani shoir aktabida aytgan bo'lsalar, qoshiq, vilka, pijamalar, adyolar bugun o'zida taqsimlanadi va sizlarga beriladi. Shu narsani bilinglarki, biz mana shu jarayonni davom ettiramiz va biz sizlar bilamiz. Xudo xolasa mana shu bolajonlarni O'zbekistonni, dunyoni qolaversa eng zo'r universitetlarida birgalikda o'qitamiz. Xudo xolasa o'zim ilmiy rahbarlar bo'laman. Xudo xolasa. Va bonusiga to'ylarni ham o'zimiz o'tkazib beramiz. Sog' bo'linglar. Asosiysi sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shifokor Shoir Oktyabrevna, Farhod Sharapchi, qolaversa bu yerdagi barcha shifokorlarni faqat aytganini vaqtida qilinglar. Va ayniqsa uyga birorta muolajalar berilayotgan bo'lsa, iltimos, o'shalarni ham bajaringlar. Chunki uyda bo'lgan paytingizda shifokorlar sizlarni nazorat qilib, sizlarga o'z maslahatlarini bera olmaydi. Bu narsani sizlar bu yerdan o'rganib olib, bolajonlarga hamma narsani o'z vaqtida qilinglar, iltimos. Kelishdingmi? Ilohomin, Xudo xolasa mana shunaqa joylar kasal bo'lmaganligi sababli tez orada yopilib ketsin. Amin. Allohu akbar. Sog' bo'linglar. Kichkina konsertimiz bor. O'sha konsertni hozir tomosha qilasizlar. Biz ungacha hamma narsani sizlarga taqsimlab turamiz volontyorlar bilan. Hurmatli volontyorlar, hamma bu yoqqa yig'ilsin iltimos. Volontyor bo'lib kelganlar, konsertga kelganlar. Ijodkorlarimizga qarsaklar bo'lsin. Rahmat sizga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bravo. Bravo guruhimi? Orkestr Bravo. Так. Что нам делать пока волонтерам? Распределять все? Не, мы сейчас, наверное, должны все на баланс сначала поставить. Ну хорошо. Мои люди должны поработать, потом мы будем. Хорошо, тогда составляйте списки, потому что мне нужно знать, что сколько примерно. Давайте. Так, bo'ldi, volontyorlar. Qog'oz ruchkalar va bo'lishib olinglar. Kim nimani ro'yxatini tuzadi? Masalan, siz mana shu narsa ro'yxatini, siz buni tez ruchka, qog'oz. Videolar sochiq olib kelgan. Yo'q, qanday yaxshi. Hozir ro'yxatni tuzamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Albatta. Qo'ldan kelgancha xo'jayin tekstilda ishlaydi. Rahmat. Shu yerga. Katta rahmat. Yozdirmayman. Yozdirmayman. Mayli, yo'q. Ro'yxatini bola tuzadi faqat. Rahmat. Muzikaga xalaqit qilmasa Bo'ladi, 100% grant bo'ladi. Assalomu alaykum. Keling. Спальня,
для детей очень мало места. И вот для того, чтобы немножко побольше можно было поставить кровати, мы решили поставить по стенам двухэтажные, двухъярусные Да. кровати, для того, чтобы экономить Aha. место. Fransiyadagi vatandoshlarimiz ikki qavatli karavotlarni demak ushbu kasalxonaga sovg'alaydigan bo'lishdi. Nima uchun ikki qavatli? Chunki joy demak kamlik qilganligi uchun. Nechta kravat xudo xolasa bugun qilib berasiz bizga? 10 ta. 10 taga yana xudoimiz keyingi safar 2 taga kamida. 12 ta degandilar. Если, да, 10 кроватей, мы Пока на 10 два хватает. отделения Рахмат поставим, сизге. два отделения Рахмат. для школьников. Rahmat. Assalomu alaykum. Вы меня Yaxshimisiz? вспомнили, Азиз меня зовут. Очень приятно. Я в прошлый раз тоже участвовал. Ага. Из-за моей непунктуальности я чуть подзабыл, я хотел гидромассаж купить. Окей. Кому на карту можно перевести? Нет, покупать надо самим. А Шер Октябрь знает, значит, через кого, потому что я ей доверяю, я надеюсь, проблем не будет. Поэтому В прошлый раз я приходил, приносили, и я там оплачивался и вот Шер Октябрьna. Assalomu alaykum, ko'p ko'rgan xursandman. Yaxshimisiz? Rano opa deshmasam? Jilib. Dilfuza opa. Sog' bo'linglar. Rahmat. Qo'llaringizni qiling. Kel. Shohjahon, telefonlarni olib siz rasmga tushiring. Yo'q, bularning telefonlariga opa yordam beryaptilar. Menga nima kerak bor? 25 ta yordamchini. Hech narsa qilmaydigan yordamchini. Mana opa bularga bering, bular tez oladi. Tomosha qilishdan foyda yo'q. Keling. Juda ham tez. Bolajonlar, iltimos. Rahmat. Sog' bo'linglar. Shohjahon, yo'q, siz kitob olib kelib bering. Faqat anaqada Instagramda ko'rardim, qo'ysa ham ko'rish nasib qildi. Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat kattakon. Rahmat. Mana, men. Rahmat. O'zingiz o'qiganingiz yaxshi. Qaramang internationalga. Rahmat Dilfuza. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Смотрите. Yordam bering. Qopib понимаете, что ли? Endi nima mendan yordam kerak? Hozir bu topshiriladigan narsalar, bular hammasi mana bu adyollar, hammasi bu balanskilar. Tushunarli? Tezroq qilmaymiz. Sizga yordam kerakmi? Assalomu alaykum. Yordam kerakmi? Tez sana qilaylik, чтобы mana bolajonlar chiqayotgan paytda, konsertdan keyin chiqayotgan paytda har biriga Vatandoshimiz borligidan Rahmat. faxrlanamiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Farzandlarimiz sizga o'xshasin iloyim. Allohim qilgan ihsoningizni ajr savoblardan bersin. Jannatlardan qilsin iloyim. Rahmat sizga. Farzandlaringiz rohatini ko'ring. Rahmat. 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 Nima olib keldingiz bizga? Pilisos oldingiz. Voy qanday yaxshi. Zo'r-ku. Kerak edi juda ham. Katta rahmat. Alloh razı bo'lsin sizdan. Rahmat. Rahmat. Mayli rasmga tushing. Albatta. Rahmat. 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 Qani telefoningiz? Rahmat. Shifo bersin. Tuzalib ketsinlar. Muxlisizman. Rahmat. Biz ham qo'ldan kelgancha olib keldik. Rahmat. Rahmat. Tashrif Rahmat. kelar, Keling, rasm olamiz. Rahmat. Ikkalamiz tushdik, maylimi? Mayli. Tayyormisiz? Berishga tayyormisiz? Tayyor. Hurmatli bolajonlar, qadrli ota-onalar, hozir sizlarga mana obdonchilarim olib kelishgan narsalarni shaxsan o'zlari qo'llar bilan topshirishadi. Qolgan mana bu texnikalar, mana bu bo'z apparati, gidromassajli vannochkalar, bular ham sizlar uchun shu yerning o'zida o'rnatiladi va ulardan bemalol foydalanishingiz mumkin. Hurmatli obdonchilar, hurmatli mehmonlar, marhamat, narsalarni olib, qo'llar bilan bolajonlarga topshiringlar. Hurmatli ota-onalar, o'rningizdan turmanglar. Bolajonlar o'rnidan turmasin. Sovg'alar topshiriladi, konsert esa davom etadi. Topshiringlar. Topshiringlar. Септик, салфетки бери максимально, конечно. Давайте. Topshiringlar tezroq. Oldinglarmi? Ha, albatta. Oldinglarmi narsa? Oldinglarmi? Oldinglarmi? Kimlarni qolib ketdi? Kim qolib ketdi?
Keling, keling. O'tirsin, o'tirsin. Rahmat. Topshirib yuboringlar o'dan. Mana anaqalar. Hojat. Tarqatsak ham bo'laveradi. Ha, tarqatinglar. Nimadan so'rab qolmasin. Assalomu alaykum. Nima bo'ladi? Bular nima? Assalomu alaykum. Ehson gruppamiz bor Telegramda. Aha, nima bu? Sochuv kiritamiz, bularni tarqatmaymiz. Bular balansga? Balansga. Xo'p. Rasmiy uchrasa Ha, bo'ladi. bo'ladi. Malika, balans. Guruh nomi nima? Padarishiza. Telegram. Eski toshmaydi. Gruppaning nomi nima? Padarishiza. Aha. O'zbekcha nom qo'ysanglar bo'lmaydimi? O'rs tug'maganmiz. Mana, hurmatli do'stlar, Telegram gruppa bor ekan. Nomi nimagadir o'rischa ekan? Padari жизнь, ya'ni hayot. Hayot. Da, demak, baxshi deydi ekan, ha? Mana shunaqangi sochlar bizga olib kelishibdi. Katta rahmat sizga. Minnatdorman. Faqat gruppaning nomini o'zbekcha qo'yinglar. Biz o'zbekmiz. Ikkitamizdan uloqchiydi. Bo'ldi. Qimmat ekanda berasizmi? Beramiz. Faqat shu to'p turinglar, hop. Sog' bo'ling, ilohim. Ehsonlaringizni Alloh dargohida qabul Rahmat. qilsin. Nimaga turib qoldinglar? Что стоим? Конечно. Так, mana bu balanska sizga. Tuda, balanska, bu yoqqa. Na balans. Ochinglar. Bu balanska, qo'shuvlarda, balansda, qo'shiqqa. Nima bu? Amandan satsizmi? Ha, yo'q. Qo'shuvlar, balanska, da, выделение, bu yoqqa. Mana bu vanachkaniki ekan. Так. Ajratamiz. Mana shu yerdaman, ajratamiz. Что это? Mana bu nimalar? Beriladigan mayda narsalarni sразу berib yuboringlar. Kattadan papersiz? Kerak emasmi buni? Yo'q, 3-bo'limda yotoq holatda. Unda alohida olib qo'ying balansga. Qo'shuv vilkalar. Чайник что? Отдавайте чайник. Чайник нет, в отделении же. Чайники, посуда, все в отделении. Чайник? Хорошо. Так, sochiqlar balansga, отделениеga. Все напишем. Памперсы. Давайте. Так. На баланс. Так, детский narsalar. Kiyimlar, topshiringlar kiyimlarni. Kim anaqaga qarab, o'g'il bolami, qiz bolami topshiringlar. Tez. Это, наверное, отделениеga. Это katta narsa. Mana bu nimalar? Turmanglar. Nima bu? Что это? Nima bu? Ha? Постель, yaxshi. Постельное белье. Hammasi ro'yxatdan iltimos. Turmanglar bola, topshiringlar. Yo'q, bu sochiqlar mahroviy, hammasi отделениеga. Bu nimalar? Sochiqlarmi? Katta rahmat, parashok. Ha? Хорошо. Rahmat. Bo'ldi. Aytdingiz, rahmat. Parashok. Ular balansga qoldiring. Bu nima? Voy, qanday yaxshi. Choyninglar balki ota-onalarga beramiz. Balansga qoldiraylik, отделениеga beramiz. Berasizmi? Aniqmi? Смотрите, может, ota-onalarga? Или лучше? Как вы думаете? Конечно, в отделении все будут пользоваться. В отделении. Bu nima? Ой, rahmat sizga. Qo'shuv vilkalar. Musor uchun отдельный пакет. Отдельный пакет для мусора. Adiyollar. Adiyollar hammasi отделениеga ketadi. Давайте. Pul beradiganlar yig'ildi, nima beramiz? Qani? Ha. Hatto bisetkadami? Nechta odam? 7 ta. Yaxshi. Qolib tursin, 5 minut.
Da. Bu nima? Parashok-ku bu? Parashok отделениyaga. Parashok. Kitoblar, o'yinchoqlar bu yoqqa chiqaring hammasini. Mana sizlarga. Tak, mana sizga. Bering. Hozir. Kitoblar. Joy. Bering. Kitob ham albatta. Bering. Topshiringlar. Turkmaniston xabar sizlar. Albatta. Ketdinglarmi? Rahmat. Sog' bo'ling. Yuzlarni umrim ziyoda qilsin. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat. Yaxshi boringlar. Rahmat. Rahmat. Shohjahonga ayting, 3 ta kitob olib bersin. Yoki o'zingiz olib bering. 3 ta kitob. 3 ta kitob. Bularga kitob berish kerak ekan-a? Da, 4 ta kitob, davay. Sizga xizmat bormi aka? Tushib turinglar, xizmat bor. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bu nima olib keldingiz bizga? O, parashok. Qanday yaxshi. Parashok. Отделениyaga. Tak, bular nimalar? Voy, daftarlar-ku. Qanday yaxshi. O'zingiz topshiring. O'zingiz topshiring. Xohlagan bolajoningizga topshiring. Chiqazinglar bilan hammasini. Davay, hammasi. Bu tarqatingmi yo bo'limga ham so'rashyapti. Nimani? Buni tarqating. Kitobni chiqazing. Chiqazing. Tarqating. Tarqating. İşte, bolajonlar. Sog'ayib ketinglar. Xudo xolasa zo'r joylarda sizlarni o'qitish nasib qilsin. To'ylarga xudo xolasa taklif qilinglar. Mana boshlovchi sizlarga bepul. Tayyor. Rahmat. Xo'p bo'ladi. Hozir sekin tarqalamiz, lekin biz yana albatta kelamiz. Sog' bo'linglar. Amin. Bizga bir duo qilib qo'ysangiz, keling. Xo'p bo'ladi? Hadi. olam bersin. Xushxonliklar shahar. Insonlar barakasini bersin Xudoyo. Bundan martaba ulug' bo'lsin Xudoyo. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Keling bolajonim. Rasmga. Keling, qani? Telefon. Sog' bo'ling. Sog'ayib keting. Sog' bo'ling, Alloh rozi bo'lsin. Albatta bolajonim. Asosiysi sog'ayib ketinglar. Sog'lom bo'linglar va albatta o'zingizlarni ustingizda hamisha ishlanglar. Rahmat. Kelishdiga? Sog' bo'ling. Mana shu ruchka bolajonga. Rosa ko'p imzo qo'ydim shu ruchka bilan. Qo'llarim og'rib ketdi. Kitobga imzo qo'ygandan. Bolajonni ham o'sha shunaqa zo'r kitob chiqarib, mana shu ruchka bilan imzolanib qo'ysin. Rahmat. Shifo bersin. Здравствуйте. Assalomu alaykum. Hozir. Rosa terladilar. Hech kim. Shunaqa Dishka bo'lish kerak. xayriya ishlari. Yaxshi. Rahmat. Sog' bo'ling. Lekin juda ajoyib bo'ldi. Bu safar Xudo xolasa menimcha anchaga biz обеспечение bo'ldik. Gigiyenический narsalar, sochiqlar, bilyo, pastelniy bilyolar, 4 ta vanna keldi. Mana ikkinchi atelieni qani? 2. Sizlarda vanna bor, 4 da bor. Qolganlarga ham qo'yamiz hammasiga. Ko'p juda narsa ajoyib. Baraka topsin. Rahmat, bolajonga shifo bersin. Quyosh turib qolmasin. Hech qilsa. Quyosh turib qolmasin. Bizga yordam beradigan odam kerak edi. Tak, volontyor
ikkita volontyor toping, bularni olib chiqishga yordam kerak ekan. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. O'zi o'zbek xalqi shunaqa shef salomda. Yordam berib yuboringlar ikkinchi qavatga chiqishga. Rahmat. Rahmat. Ancha yordam berdinglar. Katta rahmat sizga. Katta rahmat. Rahmat. Дай Бог вам здоровья. Все будет хорошо. Наши соотечественники из Европы вам купили босс-аппарат, гидромассажные ванночки, вот, лекарства Ксиамин, двухъярусные кровати. Это все для вас. Хорошо? Это все для вас. Хорошо? Oldinglarmi salfetkalar shunaqa narsalar oldinglarmi? Oldinglarmi? Bu yana berishadi, xo'p? Sizlarga mana gidromassajniy vannochkalar, bosс-аппарат hamma narsa sizlar uchun. Xo'p? Sog' bo'ling. Xudo shifo bersin. Alaykum assalom. Ha, albatta, qani telefoningiz? Ana. Keling. Va alaykum assalom. Ha, albatta. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Xudo shifo bersin. Ha, albatta keling. Keling. Lideyiz bacham. Lideyiz. Sog' bo'shayt, omon bo'shayt. Rahmat aka. Minnatdor. Tashakkur ziyod. Rahmat. Rahmat. Спасибо. Rahmat. Rahmat. Keling. Без вас не было бы этого праздника. Благодарю. Rahmat. Xudo shifo bersin. Bularni ham oboring. Keling, keling. Soyaga turing. Rahmat. Sog' bo'shayt. Ovoman. 1 2 3. 1 2 3. Rahmat. Bolajonim kela qoling. Keling. Keling, keling mehribonim. Keling. Keling, 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 keling. Keling. Rahmat. Rahmat sizga. Xudo shifo bersin. Xudo shifo bersin. Assalomu alaykum. Keling bolajonim. Keling qizim. Bolajonga shifo bersin. Rahmat. Rahmat. Keling. Sizga o'xshagan katta odam. Undan ham zo'r bo'lsin. Xudo shifo bersin. Xudo shifo bersin. Xudo shifo bersin. Rahmat. Sog' bo'linglar. Turkmanistondagilarga salom. Sog' bo'linglar. Xo'p bo'ladi. Yaxshi kuninglarni bilan qaytaring. Rahmat. Katta rahmat sizga. Kelinglar, rasm uchib olamiz. Rahmat. Demak, Farhod Sharapovich shu yerda ishlaydilar. Agar ruxsat bersangiz, men telefon raqamingizni ushbu video tagida qoldiraman. Boshqa yurtdoshlarimiz, obunachilarimiz qolaversa, butun dunyodan bizni ko'rib turishibdi. Faqatgina O'zbekistondan, avvalambor O'zbekistondan ko'rib turishibdi. Va agar yordam berishmoqchi bo'lsa, maylimi? Sizga murojaat qilishsa, telefon raqamlarini ushbu video tagiga yozib qoldiraman. Avvalambor rahmat. Shunaqa harakatlar bo'lgani uchun, ikkinchidan telefonni qoldirganingizdan keyin qaysidir bizdan yaxshi insonlar chiqsa, sizga ham ma'lumotini yetkazamiz. Iltimos. Albatta bu hammasi mana shu yerda yotgan bolajonlarimizni yaxshi davolanib, chiroyli uyga borishi uchun qilinadigan tadbirlar. Katta rahmat. Juda ajoyib bo'ldi, rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat Farhod Sharapovich. Tanishinglar, bu inson ancha yordam berdilar. Bular bilan biz Fransiyada tanishib qoldik. Notre-Dame de Parisda aylanib yurgan paytimda shunda meni yonimga kelishdilar va bular demak aynan Fransiyadagi bizning taqdimotlarimizda ishtirok etishdi va demak ham Fransiyadagi ham Polshadagi yurtdoshlarimizni demak jamlab ulardan bo'ladigan yordamni bu yerga tezroq kelishida va kerakli asbob uskunalarni olib berishda ancha yordam berdilar. Rahmat sizga, Jahongir. Arziydi. Ular endi biz kasbdosh ekanmiz, juda xursand bo'ldim. Yuridik universitetda aynan press-slujbaga javob berar ekan. Katta rahmat. Men bilardim. Mana shu 10 kundan beri harakatda. Shunaqa, men bilardim yuridik universitetda shunaqa nafaqatgina iqtidorli talabalar, balkim sizga o'xshagan shunaqa halol va xayriy ishlariga sherik bo'layotgan insonlar ishlayotganidan men xursandman. Rahmat sizga. Sizga rahmat. Xursandman. Hamisha adres so'rashadi-da. Endi shunchalik vaqtga yuboring deb qo'yishadi yana. Shuning uchun agar yordam bermoqchi bo'lsanglar, hurmatli yurtdoshlar, mana Qurbonov nomidagi Respublika bolalar ruhiy asab kasalxonasi. Adres: Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, Olmachi ko'chasi, 1-uy. Sog' bo'linglar. Farhod Sharapovich, ko'rish xursand bo'ldim. Rahmat. Rahmat. Rahmat, xursandman. Yaxshilikda ko'rishaylik. Eson-omon yetib boringlar. Salomat bo'linglar. Siz baribir Rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling. Juda xursandman. Rahmat. Xudo xolasa yaxshi kunlarda ko'rishish nasib etsin.